Amerikaning davlat egiligidagi va xususiy egilikdagi har qaysi shirkatlari bu yil 6-oydan boshlab ijro qilishga boshlagan Uyg'ur majburiy emgakning oldini olish qonunining talabiga moslashish uchun harakat qilayotgan bo'lsa-mu, biroq yangi bir dokladda oshkorlanishicha 1 millionga yaqin shirkat mazkur qonunning jazolash doirasiga kirishi mumkin ekan. Nyu-Yorkdagi yer shari ta'minlash zanjirini ko'zatish shirkati Altana texnologiyasi oldin qayda Sharq Turkistondagi majburiy emgakni qo'llaydigan sodi ekologiya sistemasi haqida bir doklad e'lon qilgan. Dokladda aytilishicha, bu shirkatlar 600 ga yaqin o'xshamagan tarmoq sohada millionlagan sodi munosabat sistemasi qurib chiqqan. Şirketning bosh ijroiya amaldorlarining aytishicha, Uyg'ur majburiy emgigi to'qimchilik, dora, davolash uskunalari, tabiiy gaz, dehqonchilik, uy jihozlari va mashina qatorliq sohalardagi barliq kasblarga chetiladi ekan. Xitoyning atalmış virusni nolga tushirish bahonasi bilan Sharq Turkistonda ijro qilayotgan oshkor qirg'inchilik qilish jinoyatiga qarshi 12-sentabr Xitoyning Istanbulda turishliq bosh konsulxonasi oldida keng ko'lamli namoyish o'tkazildi. Namoyishga Istanbulda yashayotgan minglagan Sharq Turkiston xalqi ishtirok qildi. Xitoy konsulxonasi oldidagi namoyish oxirlashgandan keyin Turkiyaning Shishilda turishliq Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Kishilik huquq komiteti ishxonasiga Sharq Turkiston xalqining navbatdagi ahvoli, Xitoyning Sharq Turkiston xalqini qirg'in qilgan isbotlar yozilgan maktub sunildi. Xitoy raisi Xi Jinpingning 14-sentabr Qozog'istonni ziyorat qilganligi, ondan O'zbekistonga berib 15-sentabrdan 16-sentabrgacha Shanxay hamkorlik tashkiloti boshliqlar yig'iniga qatnashadiganligi e'lon qilindi. Egilinishcha, bu Xitoy virusi yuqumining dastlabki oylaridan boshlab chet elga chiqib boqmagan Xining 3 yildan keyin tunji qitim chet ellarni ziyorat qilishi ekan. Xi Jinping oxirgi qitim 2020-yil 1-oyda Bermida rasmiy ziyoratda bo'lgan. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Kishilik huquq kengashining 51-qitimlik yig'ini Janvada boshlandi. Egilinishcha, kengashga 80 dan ortiq doklad muzokara qilinadi. Shundaqla Kishilik huquq kengashining Xitoyning Sharq Turkistonda Uyg'urlarga qaratgan dafsandichiliklarini rasmiy ayiblaydigan bir qarorni muzokara qilishi mo'ljallanmoqda. Yevropa İttifaqı Rossiyaning qonunsiz holda o'ziga qo'shib olgan Qrim va Sevastopolda o'tkazilgan saylam natijasini e'tirof qilmaydiganligini bayon qildi. Yevropa İttifaqıning tashqi munosabat va bexatarlik siyosati yuqori darajalik vakili Josep Borrellning ishxonasi bayonotida 9-sentabrdan 11-sentabrgacha Rossiya qonunsiz holda qo'shib olgan Qrim va Sevastopolda rayon va yerlik saylamlarning o'tkazilganligi eskartildi. Amsterdam Schiphol aerodromi bexatarlik xodimlarning yetersizligi sababidan ig'ir qistonchilikni boshdan kechirayotgan bo'lib, Osiyo shirkatlaridan nurg'un navbatchi aeroplanni bekor qilishni talab qildi. Amsterdam Schiphol aerodromi bexatarlik xodimlarining yetishmasligi sababidan ig'ir qistonchilikni boshdan kechirayotgan bo'lib, Osiyo shirkatlaridan nurg'un navbatchi aeroplanni bekor qilishni talab qildi. Aerodrom mas'ullari yo'lovchilarning uzun vaqt saqlashiga qaramay, uchish kechiktirilgan yoki amaldan qoldirilgan ahvol ostida tayyorlik qilishni talab qildi.